Şöyle o'sha aytilgan buqalar mana. Nurulloh aka. O'ladi. Sifatlari yorvorjoni bularda. Ha, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Yo'q. Tunda bo'laman degan mashq bo'lsa kerak, hurmatli Xudo tomoshabinlar. xolasa. Uzunlik tomonlama ham, sifat tomonlama ham. Alloh hurmatli tomoshabinlar. Xonajillaringga yaxshi buqa qidirib turgan bo'lsalaring, mana bo'y basni ham bu. Bismillah. Assalomu alaykum Nurulloh o'z kanali hurmatli obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 5-aprel sanasi hafta kuniga shanba. Farg'ona viloyati Tang'arada biz hurmatli obunachilar Nurulloh akamni mini fermalarida chiroyli, yaxshi kelajakda mol qo'laman degan aka-ukalarga shved so'raganga shved, rossiyskiy so'raganga rossiyskiy xunajinlar bor hurmatli tomoshabinlar. Shular sizlarga narx-navosini, ma'lumotini to'liq ravishda ustozim Abroruz bilan birgalikda sizlarga beramiz. Agar kimga narx sifati ma'qul kelsa, tevara atrofga taqqoslab hurmatli tomoshabinlar, aludisalaring vodiy bo'ylab dastavkalaridan muammosi yo'q. Kelishilgan holatda chiroyli qilib yuziga yetkazib beradi. Mollar garantiyali hurmatli obunachilar, yemoq, ichmoq, tan jon sog'ligiga bexijolat. Ko'ngilni bir joyga qo'yib telefon qilsalaring, xudo xolasa aytilayotgan narxlardan kami bor albatta. Savdosi bor hurmatli tomoshabinlar. Shunga qarab bemalol kelaverasizlar. Ustoz Abroruz bilan birgalikda chiroyli qilib yoritamiz. Hurmatli obunachilar, bitta laykni ayamasdan laykni bosib, o'ng tomonda obuna bo'lish tugmasi bor yoki podpisatsiya. Shuni bosib qo'yamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlarda, narxiga xudo xolasa o'zlaringiz ham tan berasiz. Assalomu alaykum Nurulloh aka, xonimlar aka. Assalom. Odash. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Qalay aka endi? Rahmat, Xudoga shukr. Assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, hammaga alangalik salom. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Ana shu 5-6 ta mollarimiz bor, sotiladigan. Shularni qo'ldan kelgancha Ma'lumotini beramiz aka. Ma'lumotini beramiz, ha. Ma'qul kelganlar telefon qilishib, savdolashib olishaveradi. Xudo xolasa tanijoni sog', yeb ichishi zo'r mollarimizda. Hammasi o'sha zotdor mollar. Ichida birorta hashaka yo nimasi yo'q. Chiroyli mol qilaman degan odamlar aloqaga chiqsa, ishini bitirib berasiz aka, xudo xolasa. Hurmatli tomoshabinlar, 35 million 40 million so'mdan qiynalib turganlar olib, 35 million 40 million qilib olishadi. mehnatini, sabrini qilsa, kelajakda chiroyli mol bo'ladigan mollar hurmatli. Videoni oxirigacha ko'ringlar. O'zlaring xudo xolasa kommentariyaga qanday yozib qo'yganlarini bilmay qolasizlar. Videoni boshladik. Aytiladi. Kilolari, mabodo ma'qul kelib qolsa bo'lasa. Birinchisi mana shu aka. Nemetskiy shved akalar. Mol qo'laman degan akalarimiz bo'lsa, mana ko'ringlar. 1. Mana bu 2. Bunisi ikkinchisi. Bunisi 2. Nima do'stlar? Bo'ylari 120, 25 shunaqa. Bularni hammasi. Tamam, balandroq. Ha, unisi balandroq. Bularni ko'rsatib qo'yaylik. Ostilari ham bular zagonda bo'sh yurganda Habibulloh. Shuning uchun arqonga rosa nima o'rganilmayapti bular. Ikkinchisi Zagonda mana. bo'sh yurgan. Hurmatli do'stlar, ikkinchisi mana shu. Aha. Mana ko'rib baho beringlar. Yedi ishtisi, yurishlari hamma yo'q, sog'liklari joyida. Mana oyoq oyog'ida nuqsoni yo'q bularning. Gap so'zi. Uchinchisi mana bu. Uchinchisi mana chiqqan rangimiz. Jayron va aka. Jayroni. Voy jonivor, turishingni qarasang. Bu ham o'sha nimalardanmi? Ha, bular hammasini bilmaydi. Ostilarni bitta ko'ring janavar. Yorvoribdi. Sigir bo'lganda ham chempionsidir bularda xolos. Ha, shunday kalla ko'tarib turadigan bo'ladi, ha. Nima deysiz, boy aka bularni narxlarini? Qochirma yo, oldi qarshi narxlar aytmaysiz. O'zingiz aytgan? Yaqinroq qilib aytavering. 20 deymi yo pastroq aytaymi? Yaqinroq ayting aka, sotadigan qilib. Uchovini juplaysizlar. Olib kel. Baqa olib kelgin. Menga ber. Kela bor. Kel janavar. Uchovini bitta olgan odam bo'lsa bormi? Bildagi bittasi puli bo'ladi-yu. Ikkitasi yoniga qoladi xolos. Bo'ladigan narsalardan, to'g'rimi? Ha. Mana hurmatli akalar. Gapiringchi, yorvorjon qilib ucholasini bir joyda aka. 18,5 milliondan. Seriozmi? Ha, kami bor. Kami ko'p bozmi? Ancha kami, savdo qilaversin. Mana. Ma'qul kelib qolsa bor ber aka. Bu nemetskiylarni bo'yi baland. Hurmatli do'stlar. Nariga ham nemis deyapsizmi? Shunisini bor, men so'ramovdim-da nimaligini. Shular ichida-deng. Ha, shu kelgan hammasi. Ammo buni sifati narigalarga ham masterkilar sotaveradi lekin. Xullas bir joyda 18,5 dan keladi. Tanlab olsa-chi aka? Endi tanlab olsa, hop, 18,5 dan 20 gacha. Ya unaqa gapni gapirmang, jon aka. Bo'ladigan qilib gapiravering. Savdo qilsin Habibulloh.
bo'ladigan. Ha, dediga tushib bo'lsa, ma'qul kelib bo'lsa, bor Ha, beradi. birar safar endi tilla olishga 18,5 dan deyaveruvchi. Jon 18,5 ga bor baraga tanlab olish. xolagan tilla olsin. Olagan tanlab olsin. Xohlang men buni tanlang. Lekin kami yo'q. Bir joyda kam bor. Bir joyda kami bor. Bir joyda kami bor, ha? Bir joyda kami bor. Aha. Mana shuni tanlab olaman sen 18,5 million. Xolagan tilla olish. Olagan tanlab olsin. Dastlabkasi yetib boradimi, bormaymi? Dastlabkasi kelishilgan narxda vodiy bo'ylab qilib beramiz. Ag'i Toshkent, Samarqandgacha kelishilgan narxda qilib beriladi. Voy aka. Hurmatli akalar, bo'ylarini aniq konkret faktlarda o'lchab berishadi. Bemalol tanlab olishga lekin men bular akalar bilmadim endi. Chajanavarlar. 8,5 milliondan xolagan. Raspradaga. Shu. Bir joyda bitta bo'laylar gapirmaysizmi aka? 18,5 dan deyapman, mana kami Bir joyda bo'ladigani deb. Qo'ldi bering. Qo'ldi bering. 18 million so'mdan bor ekan. 18 pastda o'tmaymi? Bir joyda. Yana nima deydi? Bir joyda. Uchalasiga bir savdoga. 18 da mana kami bor. Sizga berasa? Gap yo'q. Zot buqalarni ham yo'lda qilib berasa? Ha, zot buqalarni ham dog'lasa bomba bo'ladi. Barakasi bersin. Hurmatli Mana do'stlar. Simonamiz hali hamma yaxshi ko'radigan o'zimizni buni bu yerda yangi qo'rg'on Qo'qon suyadigan parodalarimiz mana. Aha. O'sha barmoqdan Sardor keldi. Hop. Ama canavarlar ise zagonda yurganligi uchun arqonga juda pirin qo'yyapti. Girbitmi? Gibrid. Ular juda kuchli mol canavar. Buni mana bu emas Habibulloh. Oyog'ini qarang. Ha bu toza fermadan chiqqan mol. Aha. Bular hammasi toza mollar. Mana bu. Bilkalarni ham rasmini yozib qo'ying. Kel, menga ber. Kel, qo'yib yuborma. Ketdi shu mol bor. Aha. 1477 ekan, ha? Buni yashirmayman. Shu fermadan kelmay, xolos shu telefon, Obod Diyor fermasiga shu telefon qilib so'rab olaversin. Yo'q. Xo'p, mana-chi. Bunimiz Toshkentdan kelgan. Ya'ni Galishtinimiz. Aha. Bo'lishdi, ha? Ha, bu bo'lishdi bu. Yerga yaqinroq variant qilmoqchi. O'sha bilan uzun ekan moldagi. Bunimiz o'sha Rossiyasiga bu hali arqonda turmaganligi uchun juda nima ko'ryapti mana. Xohlasa arqonga o'rganadi, bir ikki o'rganadi. Bu yosh bu hali. O't ekan, ha, hunarda. Juda o't. O't. Mashib olam akalar, hazilsa kirolmaydi ama to'g'ri. Chempion bo'ladi xolos. Ular narxlar qanaqa bo'lmoqda? Ular narxini endi hech pul deymiz. Ha, nech pul baho qo'yasiz? Qaysini? Yechgan. Bunimi? Bular uchovi bir joyga hammasi yarqibdi, lekin tushmaydiganlar 17 million so'mdan kami bor. 17 dan bir joyda. Ha, bir joyda ham, ikkalabga ham bir joy nima deydi? 17 million so'mdan kami bor. Savdo qilish olaveradi. Bor qara savdo. Obarisha yerlar ko'rsatdim. Xolagan tanlab olaversin. Qolagan tanlab olsa 17 million so'mdan hayda bor. 17 million. Bir joyga olamiz. Hurmatli akalar, lekin men bilan vashi katta bo'lib ketadi. Mana shu mol xudo xolasa, Abdulla xudo uyaltirmasa kamida 50 millionlik mol bo'ladi. Ular inasini ko'rib olganlar. Inasini ko'rib o'zim iltimos qilib, "Hoji aka, jon aka, bitta bering" deb bir dona mashina olganman. Novoslarga qo'shib olganman. Qattiq fermasidan chiqqanmi? Bu Obod Diyor, Andijon firma. Andijon. Obod Diyorga firma. Hoji akamiz firmasidan o'zim iltimos qilib oldim buni. Bash jupini olsam 17 dan 30 17 kam. milliondan. Ha. Mana buni-chi? Uni ham 17 million Yo'q, so'm. 300 kilo oshiqqa bu. Bumi? Ha. Ha, bu 300 kilodan ancha tepadi. Mana ular 300 kilodan 150 ga boradimi, bormaymi? 150 ga boradi bu. Olib borchi. Hurmatli akalar, ko'ringlar mana. Yillari yomon emas. Shu ham 17 da ketaveradi endi. 17 million so'm bu. Barakasi bor. Kami bor ekan, ketaverar ekan, hurmatli do'stlar. Bunisi 18, buni 19, bu 16 demak. Aha. Hop. Simenti olamiz. Hop, bo'g'oz bunimiz. Bo'g'oz varianti Habibulloh. 7 oylik bo'g'oz. Aha. Kurakni endi chiqaradi tishini, ekchish. Aha. Birinchi qorinmi? Birinchi qorin. Gap yo'q. Birinchi qorin. Hurmatli akalar, mana birinchi qoringa 7 oylik bo'g'oz so'ragan akalarimizga. Bo'ylari ham 140-45 plus minus chiqadi, ha? Ha, o'shanaqa. Kilosi ham shu 550-560 kilo. Ha. 550-560 kilo. Yaplar o'sha atrofda 5-10 kilo chiqaveradi. Ha, bog'da. Yemichlari hamma yo'q o'zi. Ke janavar.
Bular endi arqonda turmagan. Mol yeniga ekan. Birinchi qoringa 2 yurak qurban bo'lsa 7 talik bo'g'oz ishqozlariga. Qochirmay kelishtirib gapiringchi. Endi siz gapiring bu narxini. Ya o qirg'lardan kelib so'kishni eshitmayman ya. Siz gapiring mana shunchasini men aytdim. Mana siz ham har kuni shuni ichidasiz. O'zingiz bitta narx aytib beringchi. Jon aka, Ya siz bitta narx aytganda kim aytaman? Sizga orzu aytaman men. yo'q a. Obunachilar ko'ringlar. Mabodo mol qolaman. Bo'lajaq gapiravering. 40 million deymay pastroq aytayim. Necha 40 deb so'kishni eshitmayman a. 39 million kam bor. Bo'laverami? Kami bor a. Kami bor. 39 40 pasa zakonni ish bitadi, hurmatli do'stlar. Savdolashaverasizlar, birinchi qoringa 7 oylik bo'g'oz. Mabodo o'sha 45 million 50 millionlarda havasliga akalarimiz bo'lsa, birinchi qorin mol. 2 oy tursa 45 millionga bermaydi. Bu molni. Xudo xolasa inshaalloh. Bermasinlar aka. Hozir sizlarga buqalarda akalar o'ta udorlarni ko'rsatamiz. 39 dan siylab berasiz kerakchi. 39 dan siylab beraman. Bo'ldi gap. Ana sizni gapingiz yerda qolmasin. Ha, yaxshi. O'sha o'sha aytilgan buqalar mana. Nurulloh aka, O'ladi. sifatlari yorvorjoni bularda. Ha, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Yo'q. Tunda bo'laman degan mashq bo'lsa kerak, hurmatli Xudo do'stlar. xolasa. Uzunlik tomonlama ham, sifat tomonlama ham. Живой весga aka, necha kiloga borib qoladi aka? 600 kilo minus minus. 600 kilogram plus minus a? 600 kilogram. 650 ga borib o'rmaydi. Yo'q. Yo'q, lekin aka o'sha ves qo'shadigan paytga yetmaganda zotga ham men shved sigirlarga zot desa kerakmi aka? Ha, xudo xolasa. Tish buzmagan hali. Hali tish buzmagan. Tish buzmagan buzuq. Bitta ko'rsatib qo'yaymi? Farqi yo'q. Tomoshabinlarga. Ha? Tilentrezga. Mana, kel janob. Kel, shkaf, kel. Majjon aka. Kel, mana. Osh. Shuncha energiyaga yuvosh ekan ama Bu akalar. Tek. Mana. Abdullah. Yo'q. Ko'rindimi? Ha, esida ham yo'q ekan. Buzuqcha hali bu. Ha, bu hali bundan olib ketar ekan-da. Xudo xolasa. Tunni bo'ladigan mana shu. Tish buzmagan. Misol uchun 24 oyga chiqaradi buqa. Ha. Hali bor ekan, ha. Hali mayda-da bu tishda. Hech buzmay qo'yamiz bu ekanmiz. Qochirmay kelishtiradi. Portlatyapman. Ishqibozlarga. 40 million demaymiz. 39 million demaymiz. 38 million hayri bor Abdullah. 38 savdolashuv. Savdolashaversin. Akalar 30 million so'rasa ham xafa bo'lmaymiz. Ha. Berib ham qo'ymayman, men aytganga olib ham qo'ymayman. Ha bu o'sha ishqibozi aka molimni qo'shaman yo boqaman, 1 yil boqaman shu bolni boqaman degan ishqibozga beramiz. Qancha? 30 38 million. kam bor. Kami bor savdo qolaversin. Savdosi bor ekan. Mol yaxshi ekan. Yerlari ham o qo'y baslar akalar ketib ketadi hali. Biz o'cha hali mana ko'rdilar tishini. Alloh hurmat tomoshabinlar, xonajinlaringga yaxshi buqa qidiray turgan bo'lsalaring, mana bo'y basti ham uzunginasidan plus kutib o'tirmaysizlar. Olasizlar, sirazi qo'shaverasiz. Juda epchil. Endi o'zlaring uchun akalar bir marta qonun tekshirib qo'yasizlar molni. Xudo xolasa, lekin normali buqa. Hurmatli akalar, ishqibozlarga gidet bo'ylari 1.40-45 plus bormi yo'qmi? Bo'yi 1.35 plus minus. Oldi tomonimi? Ha. 40 orqasi 40. 35-40 deylik ya. Endi bo'yini o'lchaganmiz, yo'q. Aha. Живой весga tortilmaganmi aka? Живой весga 460 kg. Plus minusda chiqaveradi. Plus minusda chiqaveradi. Endi misol uchun akalar 5 kg 10 kg ag'ba bo'lishi mumkin. 460 kg plus minus deyishyapti. Uje bu yaraydi zotga, to'g'rimi? Ha, juda epchil. Tishi yo'q-a? Shuni tishini ochib ko'rmadim. Bitta oching. Bitta ko'rib qo'yamiz shuni. Bitta ko'rib qo'ying. Kechi janavar. Opa. Qo'zlari bo'lsa, Buzuq ekan bu ham. voy jonivor. Mana. Gapiringchi Nurullo aka, chiroyli narxlarda kelishtirib, qochirmay kelishtirib deydi-yu. Nech bo'ldi? Aka, mana mol sizniki. Ha. Pul xaridorniki. Yaqin qilib bersangiz so'raydi. Bitta gapiraymi? Qochirmang. 26 million Abdullah. Savdo. Savdolashuv. Ha, savdolarsiz. Hamma bor. Xayri bor. 26 million so'm. Buzuq narsa hali. Mana tishini ko'rdilarmi? Tish buzmagan. Bu tish buzguncha Abdullah bu hali bu 600 kg 700 kg olib ketadi.
Bir yil boqsa bundan ham bo'ladi. Toza rossiyskiy, oh, yechilib. Barakasi. Toza rossiyskiy. Haligi galishtin sortdan emas, любой molga tushiradigan odam kelib ko'rib olaversin. Mana oyoqlari baquvvat o'sha toza rossiyskiyda. Nima do'stlar, so'zlashib bo'laverasizlar. 26 demak, jon aka. 26 million, 20 million so'rasa ham xafa bo'lmaymiz. Endi xafa bo'lish boshqa, xafa nima sotish boshqa. Ya endi 30 million, 28 million deyoryapti mana shu mollar. Shuncha odamni narxini tushiryapti, sizga tushirolmayman. Nima qildi? Abdullo hech kim qo'ymagan narx qo'yyapti. Bozor narxi. Siylang nima bo'lsa bo'ladi. Bozor narxi. Bitta siylang. 25,5 million. Endi butun o'ting. Jon 25 million bor kami bor, ha? Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, 25 kami bor. Savdolashib olaverasizlar. Mana shu baxtalgan bu qala mashinlarida aka. Mana shular xudo xolosa uyaltirmaydi. Zotga ham, boshqasiga ham uyaltirmaydi. Barakasi bersin. Hammani omadi demaysan, kelaverasizlar aka.